Narkotiklarni nazorat qilish milliy markazi tomonidan Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi hamkorligida KADAP Markaziy Osiyoda narkotik moddalar tarqalishining oldini olish dasturi doirasida xarid qilingan texnika va jihozlarni rasmiy topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Xorijiy hamkorlar, davlat idoralari va tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida o'tgan tadbir tafsilotlari hozirgi lavhamizda. 2001 yilda ishga tushirilgan KADAP dasturi Yevropa Ittifoqi tashabbusi bo'lib, ushbu loyiha Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi va ularning Yevropa davlatlariga tranzitiga qarshi kurashishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar sa'y-harakatlarini birlashtirishga qaratilgan. Marosimda dastlab dastur doirasida qilingan ishlarga to'xtalib o'tildi. Qayd etilganidek, o'tgan davr mobaynida dastur doirasida 800 dan ortiq mahalliy mutaxassislar Yevropa mamlakatlarining yetakchi muassasalari hamda ixtisoslashtirilgan xalqaro markazlarida malaka oshirib, tajriba almashishdi. KADAP 7-fazasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar bizani aynan narkologiya xizmati uchun bizni respublikamizda tarqalish xavfi yuqorilab borayotgan o'sha giyohvandlik, zaharvandlik kabi illatlarni oldini olishda, qolaversa ularni o'z vaqtida erta tashxislab, davolab, qolaversa ularni jamiyatimizga qayta reintegratsiya, tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya qilib qaytarish uchun juda ham katta ahamiyatli demak loyiha bo'lib xizmat qiladi. KADAP 7 loyihasi mutaxassislari bizni respublikamizda bizni mutaxassislar bilan birgalikda ilmiy amaliy ahamiyatga ega bo'lgan seminar treninglar o'tkazilgan. Tadbirda ishtirokchilar sintetik giyohvandlik vositalari tarqalishining keskin oshganligi va ushbu sohada internet tarmog'i, messenjerlar hamda anonim to'lov tizimlaridan aktiv foydalanilayotgani bilan bog'liq zamonaviy tahdidlarga alohida e'tibor qaratdilar. Giyohvandlik ko'p tarmoqli yondashuvni talab qiladigan jiddiy muammodir. Biz O'zbekistonning milliy strategiyasi va uning dalillariga asoslangan siyosatini qo'llab-quvvatlashdan chin dildan mamnunmiz. Maqsadimiz nafaqat Yevropa Ittifoqi tajribasini baham ko'rish, balki O'zbekistondan uning chuqur bilimga ega mutaxassislardan o'rganishdir. Bu o'zaro almashinuv hamkorligimizni boyitib, birgalikdagi sa'y-harakatlarimizni yanada samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi. Tadbir yakunida vazirlik va idoralarga dastur doirasida xarid qilingan maxsus texnika va uskunalar topshirildi. Tomonlar KADAP dasturi doirasida hamkorlikni yanada rivojlantirish, transmilliy giyohvandlik jinoyatiga qarshi samarali kurashishga ishonch bildirishdi. Madina Umarova, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.